Hürmetlik vatandaş, endi sizler bilen birlikte muhakeme kılımız. Dünügün muhakeme kıldık. Gerim boğuzuda Amerika Qo'shma Shtatlarının deniz çarlaş yaki chegara mudofaa kısımları bilen Rossiya Federatsiyasi chegara mudofaa kısımlarının birlikte harbiy manevra o'tkazganligini leksiya qilib so'zildik. Muhakeme kıldık. Bu muhakeme jarayonida vatandaşlar shundaq bir misolni buningda 75 yil burunqi Germaniyadagi Elba daryosi bo'yidagi uchrashuv, ya'ni Sovetlar Qizil Armiyasi bilan shu vaqtda faşizmga qarshi Yevropaga kirib kelgan Amerika Qo'shma Shtatlar armiyasining Elba ko'vrigida uchrashganligini va qisqagina ikki davlatning bayonot e'lon qilinganligi, chiroyli bayonot e'lon qilinganligi buruslik so'z etmagandik, tuniga yana takrorladik. Endilikda hozir sizlarga so'zlaydiganimiz yana muhokama. Bu muhokama deysim bo'ldi, eg'iz olsin bo'ldi, eg'iz olmasin bo'ldi. Sababi nima? Hozir Tayvanlik Kuomintangning millatchisi nima deydi? Amerika Qo'shma Shtatlari siyosiy jihatda deydi. İnkar qilish. Jungo'ning Kompartiyasining qonunliq hokimiyat, qonunliq siyosiy tuzumda turayotganligini inkor qilish. Buning uchun Junxo xalq jamoat, Junxo Mingoy hukumatini e'tirof qilish. Yani o'xshashli uni e'tirof qilish, buni e'tirof qilish. Ko'takkashlikni pagabi. Mening nazarimda Kompartiya degani nima? O'xshashli Xitoy. Kuomintang degani nima? O'xshashli Xitoy. Hozir Kuomintang degan bu partiyaning Tayvanda hech qanday inovati yo'q, hech qanday o'rni yo'q. Qanday put tirab turayotganligini bilmaysiz. Biroq uning asosiy qonunida belgilanganmi nima? Masalan, ikki partiya navbatlashib boshqarish deydigan shunday gapni uni bilmayman. Lekin Kuomintangning hozir Tayvanda hech qanday o'rni yo'q bu siyosiy partiya. Hozir sizning bizning maydonimiz deymi? Amerika Qo'shma Shtatlari agar Tayvanga pozitsiya, siyosat pozitsiya maydonini belgilaydigan bo'lsa, Tayvanning mustaqilligini e'tirof qilish, Tayvan rayoning mustaqil davlat ekanligini e'tirof qilish. Andan bu jingi to'xtaydigan siyosat bo'ladi vatandosh. Ben ötkeni degende sizler vatandaşlar şundak dedim, talep ve ümit içinde Amerika Qo'shma Shtatlari endi bu iki partiyanın, neme Kuomintang partiyasi, neme Kuomintang partiyasi, bu iki partiyanın ciddiliği aralashmasligi kerak. Bu bizning shaxsiy talabimiz. Bunun için Amerika bu büyük devletin obrazı daxlatari o'z yetkazmaslik kerak. Nima bu ikki partiyaning aralashmaydi Amerika deb. Biz ishonch bilan shunday dedik. Bugun bu Xitoy millatchisi o'ttirg'i chiqdi, aqmaydi vatandaş. Endi boshda ayliqa Hujalığın nima debdi? Bir gapda men sizlarga shunday dedim, joyida qo'yibdi so'zni dedim. Jungo Kompartiyasi meselesi yoki bugungi Jungo ijtimoiy siyosiy tuzumi meselesi so'q munosabatlar urushidan qilib qolgan masala. Vah. Ajoyib gap. Masalan, ikki Mongoliyani mustamlika qilib berish, bir Mongol dalasini ikkiga parchalash, Uyg'uristonni mustamlika qilib berish, mustaqillik jakarlagan Uyg'uristonni mustaqillik jakarlagan Uyg'uristonning taqdirini munqaris qilish bilan belgilash, Xitoyga qo'shib berish, Manjuriyani Xitoyga qo'shib berish. Tibetning masalasi albatta bu boshqa masala. Bu qatordagi masala emas, Tibetning masalasi. Hürmetlik vatandaş, şunda qo'shib berish. Demak, bu so'q munosabatlar urushidagi Yalta konferensiyasining siyosatining mahsuli vatandaş. Bugun sizga Ujalan apandi, agar Jungo Kompartiyasi qonunning partiya ekanligini inkor qilish to'g'ri keladigan bo'lsa, o'sha qo'shib berishlarning hammasini o'z asli keltirish kerak. İhtimal ba'zilar shunday deyishi mumkin, hozir ko'chaga chiqib olganlar ko'payib ketdi vatandaşlarım. Mesela davani kim kıldı? Ben Sıdık Ağacıroğlu'nu kimge tanıştırdım? Ben palanı tanıştırdım dediğin hazır pul tepişten kuyuğa çıkıp kalan adamla koçağa çıkıp aldık o hazır. Şu noktada aytkanda biz bir yerde aytıvatkan müstakillik degen sözün ma'nosini tushuning. Bir millat yoki bir odam sifatida bo'lsin deyli. O'rnidan dasturib mustaqillik jakarladimi? Shuning o'zi hisob. Bu qonun tabiatdan Allohdan belgilangan qonun. O itiraf kılınsa da bu bir resmiyet öteş. İtiraf kılınmışsa setivesi de bu bir resmiyet. O resmiyette tarih yani kendine kaytırıp öz eksik keltüreleydi.
Şoň bu ýerde Uýgurnyň mustaqillik jakarlyşy nime aýyşdy we nime süýüzi we nime zörelýeti we däwatkanlar. Mesela Harvard Üniversitesi'nde okup ya tarihşünas, ya tilşünas, hatta adam bulanmagan adamlar mı adam şeklinde turup fikir kılıştı ügelse bu ikinci gap mesele vatandaşlar. Şoňa bir ýer deýdigin emas, elek gomindan çykdaýna degen emas. İki jüngü peýda kılış. Şonuň bilen anda jüngüniň kanunsuz, jüngü kompartiýasynyň kanunsuz hakimiýet ekenligini etirap kıla alaýmyz degen mesele emas bu sizler. Onda kısım ahmiyeti var. Mesela Gomindan degen Uýgurnyň nazarynda ýok partiýa. Çünkü Kom partiyası Uýgurnyň nazarynda ýok bar. Hiç kaçan Uýgur halky çünkü Kom partiyası degenniň hökmranlygyny we ýa-da Gomindan degenniň hökmranlygyny kabul kılgan emas. Gerçi o her katymda kolu kural götürüp köreş kılgan, uruş kılgan boldy. Mesela 3 katymlyk uruş, Ýakup Bek däwrindäki uruş Manju Hytaýlara